Demak, koinot bo'ylab ham astrologik, ham astronomik sayohatimizni davom etamiz. Oy, ruhiyat malikasi va qalb boshqaruvchisi. Biz samoviy kuratorlarimiz bilan tanishishda davom etamiz. Agar Quyosh bizga tashqi kuch va mavqe bersa, navbatdagi qahramonimiz ichki dunyoyimiz uchun javobgardir. Tungi osmonga boqing. U yerda go'zal oy hukmronlik qiladi. Vedalarda u Chandra deb ataladi va u bizning aqlimiz, his-tuyg'ularimiz va ong ostimizning bevosita kuratori hisoblanadi. Avval oy jismi haqida qisqacha ma'lumot. Oy yerning yagona tabiiy yo'ldoshidir. U o'zidan nur sochmaydi, balki quyosh nurini aks ettiradi. Shuning uchun biz uni har xil shaklda ko'ramiz. Shuningdek, bilingki, u har doimo osmonda, kecha-yu kunduz hech qayerga yo'q bo'lmaydi va doimo to'liq yum-yumaloq holatda turadi. Quyosh harakatiga ko'ra u o'z ko'rinishini o'zgartiradi. Bizning nigohimizda tarkibi oy qattiq tog' jinslari va changdan, ya'ni regolitdan iborat. U yerda havo va sovuq suv yo'q. Gravitatsiya bo'yicha oyda sening vazning yerdagiga qaraganda 6 barobar yengil bo'ladi. U yerda juda balandda sakrash mumkin deyiladi. Ta'siri: okeanlardagi suvning ko'tarilishi va qaytish aynan oyning tortish kuchi tufayli sodir bo'ladi deyiladi astronomiyada. Bu ilmiy faktni olimlar o'rganib aytishgan. Shuni qarangki, astrologiya bo'yicha ham oy aynan mana shu suvni boshqaradi. Oy bizni hissiyot, ya'ni emotsiyalarimizni boshqaradi. Inson esa yoshiga qarab 60 dan 80% gacha suvdan iborat. Ya'ni inson tanasida suv asosiy o'rinni belgilovchi, asosiy foizda turuvchi hisoblanadi. Suv tozalanishi, kirlanishi, eshitishi, aynishi, sokinlashishi hamda jo'shishi vajohatga ham kelishi mumkindir. Shunday qilib, ushbu oyni kim boshqaradi? Chandra Deva. Oyning muloyim nuri ortida ilohiy bir zot Chandra Deva turadi. U Alloh taoloning eng go'zal va mehribon yordamchilaridan biridir. Agar Surya Deva, Quyosh, qat'iy qonun va intizom bo'lsa, Chandra Deva marhamat, g'amxo'rlik va xotirjamlikdir. U yer yuzidagi barcha suyuqliklarni, o'simliklarning sharbatini va eng muhimi, aytganimdek, bizning tuyg'ularimiz sharbatini boshqaradi. Qur'onda oy hikmat va nur aksi. Qur'on Karimda oy Allohning buyuk hikmati va mo'jizasi sifatida tez-tez tilga olinadi. Yosin surasining 39-oyatida shunday deyilgan: Biz oy uchun ham manzillarini, ya'ni fazalarini belgilab qo'ydik, toki u eski xurmo butog'idek bo'lib qolgunicha. Yunus surasining 5-oyatida esa u quyoshni ziyo, ya'ni nur manbai, oyni esa nur aks etuvchi qilgan zotdir, toki siz yillar hisobini va sanog'ini bilishingiz uchun. Bu degani Chandra Deva bizning kosmik vaqt o'lchagichimizdir. U bizga sabr toqatni va har bir narsaning o'z vaqti borligini o'rgatadi. Ulg'ayish vaqti va so'nish vaqti. Oyning vazifalari u nimaga javob beradi? Aql va his-tuyg'ular. Sizning kayfiyatingiz, ichki xotirjamligingiz yoki bezovtaligingiz bevosita ushbu kuratorga bog'liq. Onalik va g'amxo'rlik. Oy bu onalik energiyasi. U bizning sevish, boqish, asrash va rahm-shafqat ko'rsatish qobiliyatimiz uchun mas'uldir. Uy fayzi va baxt. O'z uyingizda o'zingiz qanchalik qulay va baxtli his qilishingiz Chandra Devaning vakolatiga kiradi. Chandra Deva nimani yaxshi ko'radi-yu, nimani yomon ko'radi? U nimani yaxshi ko'radi desangiz, poklikni. Ayniqsa uydagi va fikrdagi, aqlan o'ylaydigan, xayol suradigan pokliklaringizni. Suvni, sutni, kumushni. U onalarimizni hurmat qilganimizda va ayollarga mehr ko'rsatganimizda juda mamnun bo'ladi. Oy sukunatni va duolarni sevadi. U nimani yomon ko'radi? G'azabni, shoshqaloqlikni, ayollarga va onalarga nisbatan hurmatsizlikni. Kechasi yuvilmay qolgan idishlarni umuman xush ko'rmaydi va hissiyotlardagi tartibsizlikni yomon ko'radi. Bir vaqtni o'zida bir necha ayollarga sevgi izhor qiluvchi, ust-ust uylanuvchi erkaklarga g'azabi juda yuqorida turadi. Chunki haqiqiy sevgi bir dona bo'ladi deydi. Ilohiy kuchlar esa haqiqiylikni tarafdoridir. Oy sizning taqdir xaritangizda. Agar oy kuchli bo'lsa, inson boy, ichki dunyoga ega bo'ladi. Mehribon va doim xotirjam yuradi. Bunday insonlarning qo'li yengil bo'ladi. Ular ekkan har bir nihol gullab yashnaydi. Agar oy zaif bo'lsa, inson doimiy xavotir, qo'rquv va tushkunlikdan aziyat chekadi. Onasi bilan munosabatlari qiyin kechishi mumkin va qancha puli bo'lmasin, o'zini baxtsiz his qilaveradi. Yuragida davomiy g'ulg'ulalar bardavom bo'ladi. Agarda oyning vajohati sizga nisbatan kelib turgan bo'lsa, uning sizga salomi bo'ladi. Agar siz ayollarni, onalarni, qizlarni xafa qilayotgan bo'lsangiz, dilini ranjitayotgan bo'lsangiz, hissiyotlaringizni jilovlay olmayotgan bo'lsangiz, birisi bu burchakda aziyat chekkan, birisi boshqa chetda aldovga qolgan, sizning ertaklaringiz o'sha qo'sh taqdirlarni sindirib kelayotgan bo'lsa, yokida onangiz sizdan norozi, xafa holatda o'tirgan bo'lsa, yokida qiz farzandlaringiz sizga mushtoq qolgan bo'lsa, bu nafaqat erkaklar, ayollarga ham, ya'ni barcha inson zotiga tegishli. Shunday holatlar yuz berayotgan bo'lsa, u holda oydan sizga salomi shudir. Uyqusizlik, tushkunlik, ayollar salomatligi bilan bog'liq muammolar, doimiy bezovtalik, huzursizlik, barakasizlik. Kuni bilan ishlaysiz, harakat qilasiz-u, ammo barakangiz yo'q. Bu yerdan keladi-yu, darrovda ketadigan joyi chiqib turadi. Taom yeysiz-u, sal o'tmasdan
oshqozoningiz yana ovqat talab qiladi. Ko'z och, qalb och, qorin och. Ushbu ochliklar suvni bezotaligi. Oy bilan siz do'stona munosabatdamisiz yoki u bilan do'stlashish kerakmi? Kosmik pasportingiz bo'yicha natal xaritangizda Oy aynan qaysi uyingizda turibdi? Ya'ni hayotingizdagi taqdir lavhalarining qaysi bekatlarida Oy joylashgan? Aynan qaysi yo'nalishingiz bo'yicha Oy sizni 100% darajada boshqaradi? Qaysi yo'nalishlaringiz bo'yicha biroz boshqacha foizlarda? Qanday qilib e'tibor qaratishingiz kerakliklarini bilib olishni xohlasangiz, albatta natal xaritangizni hisoblatib ko'ring. Bu orada men dunyoda yagona bo'lgan saytim astroplatforma.chingiz.com ga sizni taklif qilib qolaman. Ushbu platformam dunyo bo'ylab yagonaligiga kafolatim bor. Chunki men astronomiya, astrologiyani qog'ozga qarab emas, real osmonga qarab darajalarni belgilayman. Agarda kim xohlovchilar bo'lsa, menga aloqaga chiqishingiz mumkindir. Oy bizga eslatadi, asl kuch xotirjamlikdadir. Agar sening aqling tinch suvdagi Oy aksidek tiniq bo'lsa, sen o'z ichingda yaratuvchining nurini ko'rasan. O'z oying bilan do'stlash va qalbingga tinchlik qaytadi. Keyingi rolikda biz eng chuqur kuratorimiz Merkuriy Atarut bilan uchrashamiz. Davomi keyingi qismda.